Yo do'stlar, siz eng mashhur Real MMA kanaldasiz. Bu kanalda so'nggi MMA va boks yangiliklari birinchilardan bo'lib sizlarga uzatilinadi. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biz boshladik. UFC prezidenti Dana White yengil vaznda UFC chempionligiga sobiq da'vogar Nate Diaz va Jake Paulning Most Valuable Promotion o'rtasidagi shartnoma imzolanishiga izoh berdi. U bir necha hafta oldin men bilan uchrashgan kelgandi. Biz vaqtni yaxshi o'tkazdik va menimcha Nate shunchaki rad eta olmagan taklifni oldi. O'shandan beri u bilan gaplashmadim. Lekin u uchun xursandman. UFC'ga qaytadimi bilmadim. O'zi ishini shug'ullanaversin. Jang qanday o'tishini ko'ramiz va o'shanda yana fikr bildiramiz, deb aytib o'tdi Dana White do'stlar. Ma'lumot uchun Nate Diaz may oyida bo'lib o'tadigan turnirda UFC sobiq jangchisi hamyurti Mike Perry bilan jang o'tkazadi do'stlar. Nate Diaz muxlislari bo'lsa, kommentariyada albatta yozib qoldiramiz do'stlar. Bu gangsterda muxlisi bo'lmasa kerak, a? Endi esa Leon Murphy'ning ehtimoliy da'vogarlik jangida mag'lub etgan Mafsor Yevloyev tashkilot rahbari Dana White'ning gaplariga munosabat bildirdi. U promotion rahbarining rossiyalik aralashib kurash ustasiga chempionlik jangini kafolatlamagani, biroq uni yarim yengil vazn toifasida amaldagi UFC chempioni Aleksandr Volkanovskining eng ehtimoliy raqibi deb atagan so'zlariga izoh berdi. Rahmat Dana amaki. Ilgari meni faqat mazax qilardingiz, ammo bu hali ham davom etishi mumkin. Keyin nima bo'lishini ko'ramiz. Men chempionlik uchun jang qilishga tayyorman. Ammo menga yana bir debyutantni berishingiz ham mumkin. Buni ham istisno qilmayman, deb aytib o'tdi Yevloyev Londondagi UFC Fight Night 270 turniridan keyin o'tkazilgan matbuot anjumanida. Rossiyalik hakamlarning ko'pchilik ovozi bilan g'alaba qozonganidan so'ng MMA hamjamiyati ikkiga bo'lindi. Ba'zilar britaniyalikni ushbu jang g'olibi deb atadi. Liga rahbari esa jang natijasini bahsli deb hisoblamaydi. Hakamlardan biri durang qayd etdi va men bu yerda hech qanday bahsli jihatni ko'rmayapman, dedi Dana White. Tadbirdan so'ng jurnalistlar bilan suhbatda do'stlar. Siz nima deb o'ylaysiz do'stlar? Mafsor Yevloyev va Leon Murphy jangiga o'z fikringizni albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Ko'p hakamlar bu jang durang deb e'tirof qilmoqda. Siz o'z fikringizni albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Va nihoyat do'stlar, chempion hayratda qoldi. Aleksandr Volkanovski Mafsor Yevloyevning chiqishi haqida. O'ylaymanki, hech kim Mafsor Yevloyevni Leon Murphy bilan tik turib jang qiladi deb kutmagandi. Balki u buni ataylab qilgandir, titul jangi uchun, 100% imkoniyatni kafolatlash uchun. Buni aniq bilmayman. Lekin ko'rinib turibdiki, u takedownga o'tganida ancha ustun edi. Shu bilan birga u tik holatda ham Leonni yenga oldi. Juda yaxshi chiqish qildi. Men tayyorman. Mafsor, kel jang qilamiz, deb aytib o'tdi Volkanovski do'stlar. Ko'rib turganingizdek, chempionning o'zi ham Volkanovski Mafsor bilan jang qilishni xohlayapti do'stlar. Lekin negadir UFC Dana White'dan bu xabar chiqishi qiyin bo'lyapti. Siz nima deb o'ylaysiz do'stlar? Mafsor Yevloyev Volkanovski bilan jangga munosibmi yoki yo'q? O'z fikringizni albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Asosiy xabarlardan biri, Mafsor Yevloyev Leon Murphyni mag'lub etganidan keyin yarim yengil vazn chempioni Aleksandr Volkanovskining kamariga majburiy da'vogarga aylandi. UFC sharhlovchisi Joe Rogan Mafsorning jangiga qoyil qoldi va uni Oq uydagi bayram turnirida chempionlik imkoniyatini qo'lga kiritish kerak deb hisoblamoqda. Yevloyev juda ta'sirli ko'rinardi. Uning Murphy bilan tik holatdagi jang qila olgani haqiqatan ham hayratlanarli. Umid qilamanki, UFC uni ortiq kuttirmaydi. Yigitga 1-2 oy dam bering. Hozir faqat mart oyi. Oq uydagi turnir iyun oyida o'tkaziladi. Qani olg'a, bunga kart olovini qo'shing, deb aytib o'tdi Joe Rogan jangdan keyingi podkastning navbatdagi sonida do'stlar. Albatta, men o'ylayman, Joe Rogan juda ham to'g'ri so'zlarni aytib o'tmoqda. Bilamiz, Mafsor Yevloyev jangga xohlagan vaqtda tayyor, chunki bu jang chempionlikka kamariga bo'ladi. Siz nima deb o'ylaysiz do'stlar? Bu jang Oq uyda uyushtirilsa, bu jangda kim favorit? Volkanovski yoki Yevloyev?